Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Uzug dasturchi YouTube. O'tgan darsimizda xuddi shu narsani yaratgandik. Bugun ham xuddi shu narsani davomini, lekin yangi kodlarni o'rganamiz. Xo'p, e'tibor beramiz. Ctrl plus bosib kattalashtiramiz. Qarasanglar, mana ranglari har xil o'zgarib ketyapti. Oq, yashil, ko'k, shunaqa mana ranglar o'zgarib ketyapti. Buni biz qanday qildik? Buni men qanday qildim demoqchi edim. Bizda animation kodi bor. Endi shuni birgalikda keling shuni faqat shu o'rgatadigan kodimni o'chirib yuboramiz. Qolgan yozilgan kodlarga tegmaymiz. Buni ham o'chiramiz. Bizda shunaqa A ni bosamiz. Ya'ni shift bilan 2 ni bossanglar shunaqa chiqadi va shu yerda keyframes yozuvni bosamiz va animate deb qo'yamiz. Animate va gulli qavs va shu yerga null foiz gulli qavs aytaylik, shu yerga kolorlarini magenta deb qo'yamiz. Endi shuni Ctrl S qilib Ctrl V qo'yamiz. Endi bu yerga aytaylik 25% bo'lganda rangini mana green qildim deb qo'yamiz. Bunisini 50% bo'lganda aqua deb qo'yamiz. Bunisini 75% bo'lganda blue emas, yellow qismini. Endi 100% bo'lgandan-chi, endi 100% bo'lganda kolori brown bo'lsin. Jigarrang. Endi shuni yana aytayaptiki 0%, ya'ni shunday holatida magenta bo'lsin, 25% bo'lganda rangi shu green bo'lsin, yashil bo'lsin deyapti. Endi shuni ishga tushirish uchun bunga biz vaqt beramiz. Animation animate har ranglarda almashish soniyasi 5 soniya davom etsin deb linear infinity deb qo'yamiz. Infinity. Ya'ni linear infinity bu ichida ishga tushsin. Ko'rasizlar, har 5 soniyada hamma rang kelib chiqyapti. Bu animate base linear infinity degani shunga vaqt beradi. Ya'ni 5 soniyada shunaqa narsa shuni ichidagi qoida amalga oshsin deydi. Bugungi mavzum shu haqda edi. Buni albatta yodlab olinglar. Keyingi darsimizda after va before darsini o'tib beraman. Prosta sizlarni qiziqtirishim uchun keyframes animation kodini birgalikda sizlarga o'tib berdim. Hammaga omad. Sizlardan Uzug dasturchi YouTube bo'ldi. Like'lar bosib, kommentlar bosib, obuna bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Hammaga xayr.